Assalomu alaykum hurmatli talabalar va bo'lajak talabalar. Bilasiz, yaqinda universitet tanlash, soha tanlash hammasi ochildi va endi ko'pchilikda savol tug'iladi, qanday tanlash kerak, qanday ketma-ketlikda tanlash kerak. Chunki agar siz noto'g'ri ketma-ketlik tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, siz katta ehtimol talaba bo'la olmay qolasiz. Hattoki sizda 160, 170 ball bo'lsa ham, agar siz noto'g'ri joyini, noto'g'ri sohani belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, noto'g'ri yo'nalishni ketma-ketlikda, siz talaba bo'la olmaysiz, o'tgan yilgi ko'plab talabalar kabi. Ana shuning uchun sizga biz o'zimizning xizmatimizni taklif etamiz. Ya'ni aynan sizning yo'nalishingiz bo'yicha hattoki kam ball olgan bo'lsangiz ham to'g'ri strategiya bilan talaba bo'lish, eng kamida kontrakt bilan talaba bo'lish imkoniyatini taqdim etamiz sizga. Va albatta bu 100% kafolatlanmaydi. Shuni ham aytib o'tay, agar ballaringiz juda ham past bo'ladigan bo'lsa, bu narsa 100% kafolatlanmaydi. Ammo lekin ballingiz odatda 100 balldan oshadigan bo'lsa, bu sizga biz kafolat bera olamizki, sizni ehtimoliy xoli bo'lishingiz, ya'ni talaba bo'lishingizni ehtimoliy xorligini. Shuning uchun ham agar sizga shunaqa qiziq bo'ladigan bo'lsa xizmatimiz, Telegramdan yozing mana. Yakub Khan deb yozasiz, xuddi shunaqa qilib. Va biz sizga to'g'ri maslahat beramiz, to'g'ri tanlov qilishda yordam beramiz, amaliy yordam beramiz va albatta kelajagingizda bu muhim rol o'ynaydi. Vaqtingizni ketkazmang. Shunchaki bizga yozing do'stlar. To'lov narxi unchalik qimmat emas, juda ham arzongina. Shuning uchun qo'rqmasdan bizga yozishingiz mumkin.